DNK mutatsiyasi nima? DNK mutatsiyasi bu genetik materialda, ya'ni DNK zanjirida doimiy o'zgarish nazarda tutiladi. Bu o'zgarishlar nasldan naslga meros bo'lishi mumkin, ya'ni ota-onadan farzandga o'tishi mumkin yoki hayot davomida kelib chiqishi mumkin. Mutatsiyalar faqat kichik DNK bo'limida bir nechta nukleotid yoki harf darajasida ham bo'lishi mumkin. Yoki yirik butun gen emas, xromosomaning katta qismida ham bo'lishi mumkin. Mutatsiyaning turlari ya'ni o'rin almashtirish, bir nukleotid boshqa nukleotidga almashtirilsa, masalan, kodon UGU bo'lib, urasil nukleotidi sitadinga almashtirilsa, natijada hosil bo'lgan kodon UGS ham xuddi sistin aminokislotasini kodlaydi. Demak, oqsil o'zgarmaydi. Bu holat Silen mutatsion o'zgarishi deyiladi. Biroq agar almashtirilsa, hosil bo'lgan oqsilda boshqa aminokislota hosil bo'lishini olib kelsa, bu missense mutation deb ataladi. Agar almashtirilgan nukleotid stop kodonga aylanib qolsa, oqsil erta tugashi ham mumkin. Ya'ni nonsense mutation deb ataladi. Kiritish yoki o'chirish, nukleotid qo'shilishi yoki olib tashlanishi bunday o'z navbatida mutatsiyaning frameshift mutation, ya'ni kodonlar uchli guruhlarida o'qilsa, o'qish siljiydi yoki oqsil mutlaq boshqacha ham bo'lishi mumkin. Yirik miqyosda mutatsiyalar xromosoma darajasidagi o'zgarishlar, misol uchun xromosoma sonining o'zgarishi, ortiqcha yoki kam bo'lishi, xromosoma segmentlarining kesilishi, boshqa joyga ko'chirilishi translokatsiya holatida yoki qismining takrorlanishi duplikatsiya holatida, yo'qolishi deletsiya holatida ham kuzatilishi mumkin. Mutatsiyalarning oqibatlari. O'z navbatida ba'zi mutatsiyalar hech qanday ta'sir ko'rsatmasligi ham mumkin. Oqsil bir xil qoladi yoki genning ahamiyati kichik bo'lishi mumkin. Ya'ni silent mutationda ko'rishimiz mumkin buni. Boshqa holatlarda oqsil noto'g'ri tuziladi, funksiyasi buzilishi ham mumkin. Bu organizmda zarar yetkazishi ko'rishimiz ham mumkin. Ba'zi kasalliklarni ham keltirib chiqaradi. Ammo mutatsiyalar ham foydali bo'lishi mumkin. Ya'ni tabiatda turli xil genetik variantlar paydo bo'ladi va evolyutsiya moslashuv jarayonida genetik xilma-xilliklar yaratiladi. Mutatsiyalar somatik hujayralarda bo'lsa, faqat shaxsga ta'sir qilishi mumkin. Agar gen hujayralarida bo'lsa, bular nasldan naslga ham o'tishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, DNK mutatsiyasi bu DNK ketma-ketligidagi doimiy o'zgarishlar bo'lib, bu o'zgarishlar meros bo'lishi yoki hayot davomida ham kelib chiqishi mumkin.